Leksimizden devamı hürmetli vatandaş. Bugün ikinci leksimizdeymiz endi buni. Bugün Cisaq 2023 yıl 11. ayının 28. günü heptiga seyşembe vatandaşım. Endilikki mavzumuz nima deseniz bundaq. Bugünkü Cumhur'a faqatla bir pay ok ovozi kerak. Mavzuli xabar 11. ayının 28. günü Hong Kong Janubning sahari gazetida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Hozir Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping ortiqcha xiyollar bilan ham xiyollar bilan Cumhurbaşkanı'nın Shanxay shahrini ziyorat qilishga boshladi deydi. Shanxay shahri bir vaqtda islohotning markazi degandek 10 yil burun islohotning turkishi guruhi Shanxay nima islohotning turtkisini ishga oshiruvchi yoki islohotni ilgari surguchi yoki boshlab berguchi degandek mushundaq martaba bilan 10 yil burun Shanxayda shundaq bir boshlanish bo'lgan ekan, balki shu kunga to'g'rilab turib hozir Reis Xi Jinping Shanxayni ziyorat qilyapti. Biz tuni kunlar sizlarga Shanxayda 8 million odam tashqari qochib chiqib ketdi edi. Hozirmi shundaq og'ir vaziyat? Shanxayda hozirmi vaziyat shundaq og'ir? Ikki xabar keldi. Uning birisi Amerika Qo'shma Shtatlarining chong kompaniya shirkati Disney balalar o'yinchig'ini boshqargan Disney shirkati Shanxayga o'rnashtirilgan edi vatandosh. Bir xabar dedi Disney hozir Shanxaydan chekindi dedi. Yani bir xabar dedi Shanxaydan chekinmadi, chekinish oldida dedi. Ikki xabar keldi. Qanday qilishdan nazar? Agar Disney mo Shanxaydan chekindigan bo'lsa, o'tganda biz sizlarga aytgandek Walmart chekindi qo'shnami? Walmart chekindi. Ikki cho'ng shirkat Amerikaning cho'ng shirkati va chekingan bo'ladi. Mushundaq ahvolda ish, zavod, ishlab chiqarish, taqilish, ishsiz qilish, ishchi xizmatchilarni qisqartish degandek bu harakatlar jiddiylashyotgan mushundaq bir payt Reis Xi Jinping Shanxayga, ya'ni nima deb keldi? Hozir torbiyatlarda qo'yilayotgan savollar shu. Tunigun Wang Xiaohong degan jamoat xavfsizligining ministrining ismini eg'iz oldi vatandosh. Bugunlardan hozir bu Wang Xiaohong butun mamlakat bo'yicha yo'l qo'ydigan siyosat. Yani biz tomtaq tilimiz bilan aytsak mavzung davridagi sinfiy kurash. Biriga chekimchilik qilish, biriga ziyonkashlik qilishdan iborat ommaviy diktatura. Yani davlat mashinasi, davlat diktatorisini hozir ommaviy diktatura, ongsizlarning qo'lidagi qurolg'a yoki ongsiz xalqning o'zaro qirg'inchiligi. Bu dal 18. asrdagi Angliya davlat ta'limotchisi John Locke'ning ibtidoiy davrdagi urush, ya'ni ibtidoiy urush holati. Janjing Zhongtay ibtidoiy. Bu demak, bu qanday urush holati? Pura bilan urushidi. Purani pash qiladi. Purani setib berdi, davlat tutib berdi. Bu jinoyat bo'lsa mayli, davlatning oldishidan majburiyatingmi? Jinoyati bo'lganligi uchun jinoyatni pash qilsang bu to'g'ri. Çünkü devlet aldı seni mecburiyetin buldu. Bunu qilishing mumkin. Lekin bunda ish yo'q. 90% yolg'on. Vazifa ijro qilish, manfaatga erishish va yoki o'zini saqlash uchun odamlar, yana bir odamni pash qilganda yo'q narsa bilan pash qiladi. Yo'q narsa bilan saqchiga buni tutib berdi. Buning eng ijtimoiy tuvank eng aqlli asosi nima desa, davlat diktatorisini akilib ommaviy diktator o'rniga qo'yib qo'yish. Wang Xiaohong mushuni boshildi, buni g'arzi nimadu deysanda. Balki jungo jamiyat davol qilib turayotganda xalqni o'zini o'ziga selib qo'yishdan iborat bu chora tunigun aytgan virusning tarqalishi vatandosh. Siyosiy vaziyatning davol qilib turishi, ishonch bo'lmasligi, ishonchni ko'tarilib ketishi. Hatto mushqatar deyildik xabarda Reis Xi Jinping o'zi hukmronlik qilayotgan bu davlatga o'zining hukmronlik qila olishi ishonch kam bo'ldi deydi. Hozir yana bir obzorchi Seyşin Kun Hong Kongda obzor yazdı. O azda deyotgan gap nima desiniz? Bugungi jungo jamiyatiga bir tal o'q, ya'ni u degani
Manching xandonligi davrida Wuchangda. Xunandum nerede Wuchang degan shaharda bir talash tatishga aralashib qolgan bir soqchi, mana dunyoning qiziga mushunda qoldi vatandosh. Bir talash tatishga aralashib qolgan soqchining miltig'idan bir pay o'q chiqib ketdi vatandosh Wuchangda. Demek şu vaqtda Wuchangda qo'zg'alan qanday boshlandi? Ay bir pay o'q chiqib ketish bilan la atrofdagi odamlarga patparaqchilik og'izda gap nima desa Kuomintangning İnqilab partiyasi kepti. İnqilab partiyasi inqilab qo'zg'adi. Mushu gap hech yerda bunday qo'zg'algan inqilab yo'q. Hech kim bunday inqilab qo'zg'agan yo'q Jungoda. Faqat mushu bir gap og'izdan chiqib ketdimi bo'ldi. Şununla ahire nima bo'ldi? Shanxay inqilobi degan inqilob portlab vatandosh. Butun Jungodagi Manju hukmronligini ag'dirib tashildi. Bu şu vaqtki inqilobmidi? Enandan avval dal şu harp kuni, şu inqilob boshlaydigan tunigan kunda Guangxu podshoh Guangxu islohot elib bormoqchi bo'ldi. Lekin Sishtayxu degan buning qo'shilmadi. Guangxuning siyosatiga qo'shilmay keyin Sishtayxu davri kelganda Sishtayxu dastlab islohotchilarning hammasini bostirdi. Bostirib keyin yani o'zi islohot elib bordi vatandosh. Mana vaziyat oldida mecburlanganda sen mushunda kunda qolasan. Vaziyat mecburlaydi sen qilishga tegishlik ishni mayli xohlagan, qilishga tegishlik ishni mayli xohlamaga bu sening ixtiyoringdagi ish emas. Vaziyat seni mecburlaydi. Vatandosh, vaziyat seni mecburlaydi, sen shuni qilishga mecbur bo'lasan. Hozirgi hisobda kishilar bu Shanxay ziyoratini xilma-xil tushuntiryaptilar. Nemish Shanxay var. Shanxayning vaziyati iqtisodiyati intayin og'ir. Shanxayning vaziyati bu shunaqa vaqtda Rais Xi Jinpingning Shanxayni ziyorat qilishi nima degan savolni qo'yib, bugun 80 kun degan yozgan obzorda shundoq debdi hozir bir pay o'q, ya'ni Shanxay inqilobi davridagi Wuchangda soqchining miltig'idan chiqib ketgan, etilib ketgan bir pay o'q. Manching xandonligini ag'dirdi. Bugun Jungo Kompartiyasi dal shundoq vaziyat, shundoq orpida. İnqilobning orpisi turayotgan Jungo Kompartiyasida. Endi bunga chaqiriqmi, tovlashmi, vaqirashmi hech ketmaydi. Faqat bir tuyuqsiz yuz beradigan bir voqea pilta bo'ladi. O pilti bo'lib, o't bo'lib tutishidi. Ko'tarilish, qo'zg'alon mana shunday haqiqatdan boshlanadi. İşte haber bugün sizlerge yetkizgunimiz biri Angliya vaziri Rishi Sunakning bunda ishkapti burun sobiq vazir Cameronni yana bu qatim Angliya tashqi ishlar ministri qilib tayinlaganligi. Shu munosabat bilan BBCga fikr bayon qilganda Cameron nima dedi? O vaqtki vaziyat ketdi shuning bilan. Bugungi vaziyat nima bo'lsa biz shuni so'zlaymiz. Bo'libmi hozir Jungo, Hong Kong yoki Uyg'uriston Uyg'urlarning kishilik huquqi masalasi devaylab kelyapti dedi. Devaylab kelyapti, hayva qilib kelyapti. Biz bunga Angliyaning davlat bexatarligi, Angliyaning davlat bexatarligini qo'g'dash kerakligi to'g'risidagi mush siyosatning bir tarkibiy qismi qilamiz va shundoq muomala qilamiz. Bizning siyosatimiz, Jungo quratgan siyosatimiz nima bu? Shuni so'zlash bugungi reallik tamoman uyg'un. Endi shan kun nima deydi? Oxirida bugun Jungoning vaziyati to'g'risi to'xtalib, oxirgi hisobni xulosani chiqaribdiki, faqat bir guldirilgan ovoz qoldi. Bir ko'chaga chiqadigan namoyishning sadosi qoldi. Bularning hammasi balki Jungo jamiyatiga ayni vaqtda Manching xandonligi davrida Wuchangda soqchining miltig'idan chiqib ketgan o'q faqat kam bo'lib qolgani mushu. Ya'ni u demakchi bo'lgan tasodiflik, zaruriyat degan falsafiy hukmlar ichida yoki yeganilik ichida yoki hech kim o'ylamagan yerdan bir voqeaning o'tirg'i chiqish bilan Jungoda pelti bo'lib yalqonga aylanib Jungo Kompartiyasiga yetib kelgan taqdir, ya'ni og'dirilishdan iborat mushu taqdir, mushu yo'sinda yetib keladi deb xulosa chiqaribdi.
Obzor checking ko'r. Vatandosh.